geldim dostlar. Özümüzün ihtiyacı boyunca azraq unni elip, biz içkican boğandikin azraqlam saldım dostlar mana. Tuzlardan azraq selip, xemi yuğurup aldım dostlar. Bununla çıksa ketmeydi. Bir baş piyaz, azraq şavson boz buldu. Şavson bomizda piyazlı sarsanlan buldu dostlar. Piyazlarımda axlap, başında alet toğrup alımız piyazni. Toğrap boğandikin. Menden bugün işletkenim bolsa, yemeklik işlep çıqırışda izchil izlenip kelyapatgan yeşil mervayet markasındaki yağaq mayları dostlar. Mana yağaq maylardan azraq quyuplam. Piyazni sal achchig'ini chiqarib olamiz dostlar. To'liq pishirib atmasaq ma bo'ldi, lekin piyazning achchig'ini chiqarib oldim. Endi shavsonni to'g'rab, qachiq elib olgandan keyin endi mau meni ishlatganim xam qaymoqchimi dostlar, xam qaymoqqa yenilam o'xshash yeşil mervayet markasındaki yağaq maylardan qo'shib, mana doğrabdak qiyam qilib olamiz dostlar. Yağaq maylar bilan xam qaymoqni mana. Endi xemirimizni supurg'a eliblam. Xemini no'g'ush deymaymiz juma dostlar, esinglar bilib qolsin. Mana qo'limizni tatibli yaysak, yaysak shu yerga mangdi dostlar xemi mana. Men buni kuchaq bağa vaqtda necha ming qo'y pul to'lab o'rgangan hunardi. Mushkim hiç aşkarlab baxmagan turda. Lekin shu salalaydigan do'stlar bo'lib qolsa, shundan qarab o'rganib olsanglar bo'ldi. Salammaydiq, ya salammidiq, o'rgansak bo'ldi desanglar, uyimga kelsanglar, bekaga emas pul elib o'gitib qo'ysam bo'ldi juma do'stlar. Mana nurg'un do'stlar so'raydi ekansizlar, bekaga o'gitib qo'yamsiz deb. Bekada hech narsa yo'q. Mana haqsiz yo'llab berdim. O'rganib olsanglar, mashinadan ko'rib o'rganib olsanglarmi bo'ladi. O'rganolmasanglar uyimga kelsanglar o'gitib qo'yman. Bu hozir intayin bozor tepayotgan bir kasb do'stlar. Mana mau maxsus qatlim qazon juma shu qaymoq qatlimiz pishiradigan qozon. Mana endi bugun ikki tal sanmoqchidim men. Va ikkinchisini mushta yeyib olgandan keyin piyozlarim azraqaraq qeptikan, lekin qaymoq jiqkandiq. Şundan bunun oxirisini yo'llaysam, men zo'pinbek uzrab ketgidek yo'llamadim. Lekin o'rgangiz balaga qilsanglar bo'ldi juma do'stlar. Mana endi qaymoq qatlimiz shunchalik chiroyli holatda pishib chiqdi. 8 parcha qilib taqsiga elib, etgalik nashliqqa qilsanglar bo'ladi. Bu tushlik tomoq, kechki tomoq hammasi bo'ldi do'stlar. Qatlimi o'xshabdimi, titilib turadigan, cho'g'ilib turadigan haqiqiy qaymoq qatlimiz tayyor bo'ldi do'stlar. Mana